Assalomu alaykum. Men Baratov Behzod, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanining Ubaydullo Vatov nomli 1-maktabining 9-sinf o'quvchisiman. Men yoshim 15 ta. Men informatika to'garagi a'zosiman. Bu mening turli naqshlar chizadigan mashinam. Naqshlar O'zbekistonimizning milliyligini anglatadi. Bu mashinamiz asosiy ikkita motorni o'z ichiga oladi. Pastda birinchi motor mashinani aylantiradi. Tepada ikkinchi motorimiz esa qalamlarni harakatga keltiradi. Men bundan turli xil sensorlardan ham foydalanganman. Keling kod bilan tanishamiz. Boshlash tugmasi bosilganda mashinamiz doimiy harakatga keladi. Birinchi va ikkinchi motor kodlarimiz. Agar led chirog'imiz 30 dan kichik bo'lsa, led chirog'imiz yonadi. Aks holda yonmaydi. Bu buzzer. Buzzerimiz 150 dan katta bo'lganda mashinamiz bexato ishlayotganini anglatadi. Agar aks holda unday bo'lmasa, mashinamizda ayrim muammolar borligini bildiradi. Keling mashinamizni ishlatib ko'raylik. Kelajakda bunday mashinalarni takomillashtirib, ko'proq ishlab chiqarmoqchiman. E'tiboringiz uchun rahmat.